Umraga borish uchun qancha pul kerak deb o'ylaysiz? Ko'pchilik birdaniga narx ayta boshlaydilar. Kimdir $1200, kimdir $1500, yana kimdir $2000 deb aytadi. To'g'rimi? Lekin aslida masala pulda emas. Ka'bani ko'rish uchun faqatgina pulning o'zi yetarli emas. Chunki shunday insonlar borki, cho'ntagida pullari millionlab turibdi, ammo ziyoratga borish nasib qilmayapti. Lekin shunday insonlarda ham ko'rdikki, moddiy imkoniyati yetarli bo'lmasa ham, qalbida jo'sh urgan muhabbati va go'zal niyati sabab kutilmaganda Alloh taolo ularni o'z baytiga chorlamoqda. Har bir umra safari cho'ntakdagi puldan emas, qalbda tug'ilgan niyatdan boshlanadi. Pul shunchaki ikkinchi darajali sabab xolos. Agar siz ham muqaddas umra safarini ado qilishni chin dildan niyat qilgan bo'lsangiz, izohlarda umra so'zini yozib qoldiring. Niyatingiz yo'lidagi ilk sababni birgalikda boshlaymiz. Hikmat Travel sifatni qadrlovchilar uchun.